Ciao do'stlar. Bugun siz bilan Britaniya gazetalarini ko'rib chiqamiz. Avvalo, jiddiy gazetalar. The Guardian so'l yo'nalishli va progressiv, jurnalistik surishtiruv va ijtimoiy masalalari bilan ta'minlangan. Times markaziy o'ng va an'anaviy gazeta, kuchli siyosiy va global qamrovga ega. The Telegraph o'ngga moyil va biznesni qo'llab-quvvatlovchi, ko'pincha konservativ partiya va iqtisodiyotga e'tibor qaratadi. Independent markazchi va faqatgina raqamli formatda chiqadigan gazeta. Muvozanatli qarashlari va fikr mulohazalari bilan mashhur. Financial Times global moliyaviy yo'nalishga ega. Biznes rahbarlar, investorlar va siyosatchilar tomonidan aynan mana shu gazeta afzal ko'riladi. Endi esa tabloidlar, ommabop, ta'sirchan, jaydar aytganda shok xabar deydigan yengil gazetalar. The Sun balandparvoz, o'ngchi, mashhurlar hayoti va futbol haqidagi gazeta. Daily Mail keskin fikrli va konservativ, ayniqsa o'rta qatlam orasida juda mashhur. Daily Mirror so'l qanot va Labouristlar partiyasini qo'llab-quvvatlovchi tabloid. U asosan ishchi sinfiga mo'ljallangan. Daily Star siyosatdan uzoq, ko'proq sensatsion hikoyalar va g'alati sarlavhalari bilan mashhur. Metro ro'yxatdagi yagona People gazeta bo'lib, u metro yo'lovchilariga mo'ljallangan qisqa yangiliklar va ko'ngilochar ma'lumotlarni berib boradi. Bonusiga The Irish Post Britaniyadagi Irlandiya jamiyatiga qaratilgan irland madaniyati, diasporasi yangiliklari va Irlandiya siyosatini yoritib boradi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish va obuna bo'lishni esdan chiqarmang.